aksiyalarimiz davom etyapti. Va undan tashqari o'zim kiygan borqimdagi kurtkalarning hammasi 100 ming so'mdan. Qizi jo'li ustimdagi kurtkam atigi 145 ming ishonasizlarmi? Ranglar, rasyotklarni qarang. Undan tashqari boshidagi boshqa modellarimiz ham 145 ming so'mdan. Mana shu ko'rib turgan hamma kurtkalar atigi 195 ming so'mdan. Yoshlarga, yosh kattalarga mashinaga onajon bu joylarga dvoykalarimiz ham atigi 100 ming so'mdan. Undagi jinsiy kostyum hamda bomberlarimizning hammasini 100 ming so'mdan qo'yib yubordik. Boshqa turdagi kiyimlarimizning hammasi atigi 75 ming so'mdan. Tonikalar, dvoykalar deysizlarmi? Shimlar, hamma modellarimizni 75 dan qo'yib yuborganmiz. Bunaqangi sviter va koftalarimiz ham 100 ming so'mdan. Boshqa turdagi kiyimlarimizning hammasi 55 ming so'mdan. Mana shunaqa utyulyonniy shimlarimiz, mana shunaqa asal bo'lgan koftachkalarimizdan ham bor. Shimlar, yubkalar, nimchalar hammasi 100 ming so'mdan. Mana shu qaturdagi hamma krossovka, makasimalarimiz 55 ming so'mdan. Ichi utyulyonniy krossovka va etiklarimizning hammasi 75 ming so'mdan. Aksiyamiz muddati 5-oktyabrdan oyning oxirigacha. Sizlarni malika shopda kutib qolamiz. Siz kelinglar, tugagandan keyin xafa bo'lib yurasizlar, hammaga yetadi. Vahima qilmaymiz, tezroq kelamiz. Men o'zim borib olay. Ciao.